Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonlarimiz Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidan Navro'z akamiz va Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan To'lqin akamiz. To'lqin akamizni ko'pchilik taniydi. 2 yil oldin RKF 08V modelini olib ishlatganlar. Hozirgi kunda RKF T1 degan modelni oldilar. Bu modelimiz suvga chidamli. Asosiy ekrani sensorli 8 dyum 27 sm chuqurlikda oladi va batareykasi 10 000 amper. Navro'z akamiz Pastdarg'omdan kelganlar bir haftadan beri biz bilan frontda, biz bilan ishlayaptilar. Ertalabdan kechgacha, to'g'rimi aka? Shunday. Qanday bo'lyapti? O'rgatishlari albatta tavsiya qilaman. Kim Merhaba. olmoqchi bo'lsa, mana kelsin, murojaat qilishsin. Chin dildan o'rgatadilar. Bilmaydi. Hamma ma'lumotlar bor bizda. Bizda o'rgatishdan tashqari bir hafta deysizmi, bir oy deysizmi farqi yo'q. O'rgatishdan tashqari yana bir oy davomida telefonda videolarni tashlab tursalar, yana davomli o'rgatib boramiz. Bizning firmamizning asosiy maqsadi vitvrashlarni tayyorlash va o'rgatish. To'lqin aka, endi sizga nima fikr endi? Qanday bu ular? Tajribangiz 2 yillik. Zo'r apparat ekan. Mana hozir ishlatib ko'rdik. Ya funksiyalari umuman baribir nima deydi, novi yaxshi narsa ekan, yangi narsa ekan. Funksiyasi ham sensorli, ham knopkali. Yaxshi. Olinglar, tavsiya qilaman. Men bu nimadan baraka topganman. Ishlatinglar. Vetrashlarga ham tavsiya qilaman. Hammani qo'lida bo'lsin. Ishlatinglar vetrashlar. Talab shunday olsalaring baraka topasizlar. El xizmatida Shunday. yaxshi narsa. Shunday. Endi To'lqin akam aslan fermada ishlaganlar, aholida ham ishlab yurganlar. Endi o'zlari mustaqil klinika ochdilar. Endi Sirdaryo bo'ylab va Oqoltin bo'ylab xizmat ko'rsatadilar. Pastda telefon raqamlarini yozib ketamiz. Agar uziy xizmati bo'lsa, davolash xizmati bo'lsa, tuyoq bo'yicha shug'ullanganingiz-mi? Tuyoqni ham qilyapsiz. Mana Sirdaryoda tuyoq doktorlarimiz juda kam. Endi mana asta-asta rivojlanyapti. Mana To'lqin akam bor, Hayotjon degan shogirdimiz bor. O'shani sekin-sekin rivojlanib boryapmiz. Endi vodiydan zo'r bo'lishimiz kerak, sababi bizning vrachlarimiz universal bo'lishimiz kerak. Nimani aytsa shuni qilib borishimiz kerak-da, vodiyga o'xshab. Operatsiya desa, operatsiyaga tayyorman deydi. Ana u shurikdagi men deydi-ku, sement zavodiga men deydi-ku, xuddi o'shanday bo'lishimiz kerak-da. Yo'q, o'shani klinik kengaytirib olishimiz kerak, har bir sohani egallab. Do'stlar, Navro'z aka mana Pastdarg'omda borib egallaydilar. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Pastdarg'omda adashmasam ko'p apparat sotmaganmiz. Kam. Xudo xolasa mana Pastdarg'omda murojaat qilsang, akam borib xizmat qilib beradilar. Davolashda keyinchalik yo'l qo'yadilar. Hozircha o'zi bilan shug'ullanadilar. Kimga shunday mahsulotlar kerak bo'lsa va bizda 11 xil turdagi mahsulotlarimiz bor. Akkumulyator sumka deysizmi, azot bochka deysizmi va veterinariyaga nima kerakli asbob anjom kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi bizda bor. Murojaat qilinglar. Bizlarniki narxda emas, biz sifat bilan kurashamiz. Va shu mahsulotimizni o'rgatib berishni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Sababi bizda 6 yildan beri kim taniydigan bo'lsa, hamma o'sha mutaxassislarga biz o'rgatib borganmiz. Murojaat qilinglar, pastda telefon raqamlarimiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin. Hozirmi? 28 kunlik ko'rilganda bu. Buyurun. Buyurun. Televizorni bo'lsin. Davay. Xo'sh. Bu molimiz 28 kunlikda ko'rilgan. Undan oldingi safar bu molni kim bilan birga ko'rganimiz o'sha uzi olgan bola pastda kommentariy yozib ketadi. Do'stimiz 2 yil oldin bizdan apparat olganlar. Mana apparatlarni yangilab, mana RKF T1 oldilar. Yangi funksiyali. Ko'p funksiyali. Bu akamiz Navro'z aka Pastdarg'omdan kelganlar. Bir haftadan beri apparatni o'rgandilar. Bizni boshqa firmalardan afzalligimiz har bitta mahsulotni o'rgatib beramiz va garantiyasini beramiz. Va 2 yil davomida servis xizmatlarini bajarib beramiz. Buni o'rgatib berishimiz bizga nima foyda beradi? Bu kursdoshlari bor, bularning kursdoshi bor. Ertaga shu apparatdan baraka topsa, kursdoshi so'raydi, apparat topsa, qanday bo'ldi desa, zo'r bo'ldi desa, bizga taklif beradi. Biz shundan foydalanamiz. Foydasi shu. Shuning uchun garantiyalari, servis xizmat qilib berdik. Bizdan olishdan maqsad qanday aka? Nima uchun har bir bizni tanladingiz hisobidan? Ya bu garantiyasi 2 yil oldin berilganda ham zo'r chiqqan. Baraka topganmiz bundan. Yil xizmatida yuribmiz. Lekin hozirgi funksiyasi undan bo'lgan. Shunday.
Mana videosini o'qing. Mana videolarni oldik. Boyagi funksiyalari ancha nima ekan. Qo'limiz sal asabroq, o'shaning uchun ajoyib. Buni yana guruhdan to'g'rilaymiz. Mana qarang, bu teskari bo'lgan. Mana bu funksiyaga kiramiz. Okay. Buni bosamiz. Eskidan sizga qaytdi. Kirganingizdan sidik pak chiqadi birinchi. Hozir boya teskari bo'lib turibdi ekan. Boyagi Tushundingizmi? teskari ham bolang bo'lib o'tdi. Ha, siz Keyin bu yoqqa yurgizdim, to'g'ri sidikda ko'rdim. ha. Sababi boyagi. Siz adenter olmadingiz-da. Bilasizmi? Просто mol asovlik uchun to'g'ri olmadim-da. Boya asovku. Hozir to'g'riladim, o'sha avvalgi o'zidek ko'rsatadi. Yangi-yangida. Albatta, shuning uchun nima uchun o'rgatamiz? Mana yangi upakovkani shuni chiqarib o'rgatsangiz, uni funksiyasini bilmasligi mumkin. Hozir men apparat 2 yildan beri ishlatayotgan mutaxassis bo'ladi. RKF 08 modelini ishlatganlar. Hozir mana T1 ni ishlatyaptilar. Xudo xolasa videolarni qo'yib boradilar. Kimga shunday mahsulotlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.